بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله لا إله إلا الله وصل على محمد وصحبه أجمعين. Biz her vakit to'g'ri bo'lgan tushunchaga va to'g'ri bo'lgan haqiqatga ega bo'lamiz deydiganmiz. To'g'ri bo'lgan yo'lda mang'an rahbarlar va yetakchilar va yo'lboshchilar va imomlarga ehtiyojimiz shudir. Shuning uchun Qur'oni Karim bizni mushu to'g'ri bo'lgan yo'l va haqiqatga ega qilish uchun har qanday bir islomiy yetakchilar ve rahberlerini ve imamlarımızı ve her kandak cemiyetki yetekçilik kılıvatkan kişiler ve siyasullarını özünün turuvatkan itikadı ve düşünüvatkan düşüncesi ve kılıvatkan her ikisi de başkalarına ülgü bulup müstehkem bir emeli kurbanlık bir şürünü tutuşunu Allah bularga alahide agahlandırgan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki Euzu billahi mineşşeytanirracim ve cealna minhum a'immeten yehdûne bi emrina lemma sabaru ve kânû bi âyâtina yuqinûn. Sure Secde 24. ayet. Biz onların işidin, o Müslümanların işidin bizning vahiyimiz, bizning ko'rsatmamiz bilan kishilarni dunyo va oxirat hidoyatga boshlaydigan rahbarlar, imomlarni, payg'ambarlarni biz avatdik. Ularning birinchi qilgan ishi ular amaliy sabr qildi. Ya'ni ular bizning avatgan barliq oyatlarimiz, kitaplarımız, bizning vahiylerimizga, bizning osmon vaziminde qo'ygan barliq mo'jizalarımizga jazm qilib ko'z bilan ko'rgandek iymon keltirdi. Ya'ni bularning Allohga bo'lgan e'tiqodi va iymoni haqni amallashtirish, to'g'ri fikrini dunyoga yeyish, tavhid aqidasini kishilarning qalbi va hayotida amallashtirish, adolat tushunchasi bo'lgan İslam nurunu kişilerinin hayat menbaası kılış ve hemme insanlarını dünyada mı, ahirette mi, baxtlik bulduğun, doğru bulduğun hakikatka yetekleşte bular beddaşlık biridir dedi. Şunun için biz mümin kıyırındaşlarımız, hazırki rehberlerimiz, biz özümüzni alahide silkişimiz, alahide bir tefekkürga, bir düşüncege, bir uygaklık bir halatimizge keltirişimiz gerek. Bulat mı Uygur Müslümanlarımızın hazırki dinsizlerinin emeli tecavüzçülüğü, katlı kırgınçılığı ve keç gündüz ığırlaşıvatkan zulümgerliki meydan kelivatkan muş vaziyette İslami rehberlerimiz bulut mu dini bo'lgan yetakchilarimiz o'zining har bir Qur'on hadisda yetakligan va tushundirgan g'oya maqsadlarga o'zi amalida mustahkam turib, ummatimizni to'g'ri bo'lgan tushuncha, to'g'ri bo'lgan fikri, to'g'ri bo'lgan haqiqatga yetaklashga amaliy tirishchilik qilish lozim. İkincisi, mana bu şu İslami rahberler to'g'ri bo'lgan haqiqat, to'g'ri bo'lgan nishonga yetaklab, mustahkam bo'lgan amaliyotda bizga qurbonlik bergan shunda haqiqat maydonga kiradi ekan, shu maydonga kelganlarga, shu rahbarlarga, shu yetakchilarga bizning barliq musulmonlarning hamkorlashish, ularni qo'llash, ularga yordam berish mas'uliyatimiz bor. Shuning uchun Payg'ambar alayhisalom deganki, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyatihi. Hemminglar bir padişi. Hemminglar özünün
podisi o'zi mas'ul bo'lgan tavallikidagi barliq narsalardan mas'ul. Allohning oldida so'roq qilinadi degan. Biz iymon keltirgan iymonning birisi oxiratda hayotimizdagi har bir o'tkazgan vaqtimiz, har bir fikrimiz, har bir amalimizga hisob beramiz deb haqiqiy ko'zimiz bilan ko'rgandek ishongan, shu ishonganligimiz uchun biz hozir qadar nurg'un qurbonlikni berayotgan bir musulmon ummatimiz. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz, har birsimiz, rahbarlarimiz va imomlarimiz, siyosiy yetakchilarimiz va fuqarolarimiz har birsimiz o'zimizning birdek kuchimizni mustahkamlab, to'g'ri bo'lgan aqida, to'g'ri bo'lgan tushuncha, to'g'ri bo'lgan haqiqatga qaytib, hammamiz Alloh oldidagi mas'uliyatimizni ado qilib, ummatimizni, islom ummatini, Uyg'ur musulmonlarini dunyo va oxirat baxtsizlikdan, ozg'unlikdan haqiqiy bo'lgan to'g'ri tushunchaga, to'g'ri baxtga, yaxshi bo'lgan g'albiga erishishga biz tirishchilik qilishimiz kerak. Shuning uchun har birsimiz o'zaro bir-birimizga samimiy bo'lishimiz kerak. Bir-birimizga samimiy nasihat bo'lishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom deganki, ad-dinu an-nasihat. Din samimiylik. Din samimiy o'zaro bir-birimizga sadoqatman bo'lish, sadoqatmanlikni, samimiylikni tavsiya qilish. Biz kim uchun, kimning rizoligi uchun, kimga yordam berish uchun samimiy bo'lamiz? Ey Allohning elchisi deb so'rabdi Payg'ambar alayhisalom deyki, birinchisi Allah uchun. Yani Allah Taalaga şirk keltirmay e'tiqod qilish, Allah Taala'nın barliq buyruqlarini ijro qilish, to'sqanlardan yenish va Allah Taala'nın ki kitobiga, yani Qur'onni bizning amaliy hayotimizga chiqarish, mingatgan hayotimizda ko'rsatayotgan bir Qur'on bo'lish. Qur'onning aqidasi, axloqi, ibadeti, muomillari, kufr bilan bo'lgan kurashiri hammasi va barliq Qur'on hadisga uyg'un bo'lgan jihatlari va da'vatlari hammasi bizning hayotimizda amaliy ko'rilgan bir Qur'on bo'lishi. Va payg'ambariga samimiy bo'lish va nasihat qilishga shu payg'ambarimiz alayhissalomning hayotini o'zimizning hayotida amallashtirish. Musulmonlarga ko'yimjon bo'lish, musulmonlarni dunyo va oxirat baxtiga erishtirish, dunyo insonlariga haq nurini yetkizish va haqni chechish. Payg'ambar alayhissalomning obrazini har bir musulmon o'zining hayotida amallashtirishga tavsiya qilish, nasihat qilish. Musulmonlar imomlariga tavsiya qilish, samimiy bo'lish, ularning Qur'on, hadisga uyg'un fikrlari, musulmonlar rahbarlari, siyosiylar, yetakchilari, jamiyatdagi musulmonlarning har turli yuzliklarining bizni buyurgan yaxshi ishlarga biz yaxshi hamkorlashimiz, qo'llashimiz, ularning xato, ojizlik qilgan yerlarga samimiy nasihat qilib, ularni to'g'rilashimiz, ziddiyat, fitna, dushmanlik termasdan bularni to'g'ri bo'lgan haqiqatni ijro qilishga yetaklashimiz, hamkorlashimiz har bir musulmonning burchi. Hem shunaqla musulmonlarning ko'pchiligiga samimiy nasihat qilish, ularga haqni tushuntirish, to'g'ri fikrni tushuntirish, ularni jamiyatdan, huquqdan, hayotdan ayirayotgan bugun kundagi har turli tajovuzchi, ozg'un, dinsizlarning har turli yomon iddiyodagi kishilarning yomonligidan ularni saqlab, to'g'ri bo'lgan yetakchilikda ularga otadarchilik qilishimiz, ularni yetaklashimiz har bir musulmonning mas'uliyati va musulmonning burchi. Bo'libmi yetim misrlar, qizbonlar, ayollar, bolalar, jamiyatda yashayotgan nurg'un yoshlar, bular igisaqsiz, yetakchisiz, g'amxo'rlik qilg'ishsiz, iqtisodiy yordamsiz, fikri, dini, ruhi to'g'ri bo'lgan tushunchasiz qoldirilmasdan bularga ega bo'lishimiz, bularga ega chiqishimiz, bularni to'g'ri yetaklashimiz, bularga yaxshi bo'lgan baxtni barpo qilishimiz kerak. O'zimiz to'g'ri bo'lgan to'g'ri tushunchani o'zimiz barpo qilgandan keyin o'zimiz to'g'ri ko'rgan, Qur'onga uyg'un kelgan to'g'ri tushunchalarga
şu cemiyetdeki musulmonlarni yetaklashimiz, o'zimiz kiyganni, o'zimiz yeganni, ularga kiydirishimiz, ularga yegizishimiz, o'zimiz ko'rgan har qanday bir baxtni ularga baxt his qildirishimiz bizning mas'uliyatimiz. Biz Yahudlardek bo'lmasligimiz kerak. Yahudlar Allah Taala shuncha qattiq kuchli deb qaralgan Fir'aun zolimning qo'lidan ularni quldirib, Fir'aun va uning qo'shinini suv g'arq qilib achiqtirib, uningdan keyin ularni sizlar o'zinglarning yurti bo'lgan Falastinni qo'linglarga elinglar. Sizlar Falastindagi musulmonlarga ega bo'linglar desa, sen bilan sening ilohing, sen bilan sening parvardigoring bu ishni, bu zulmdan qutqizishni, bu jamiyatga, musulmonlarga ega bo'lishni va kufrga qarshi turishni va tajovuzchilikdan saqlab qilishni sen bilan sening ilohing qilsin deb Musa alayhisalom bilan Alloh taologa tashlab qo'ydi. Alloh taolaning shuncha kuchli zolim kofirlardan ularni qutqizgan, hech qanday bir qon to'kkizmay ularni qutqizgan shunda yaxshiligiga bular yomon javob qaytardi. Biz dunyodami, oxiratdami baxtga erishimiz deydiganmiz, biz Uyg'ur musulmonlari bo'libmi hozirgi ko'p sonliq biz islom aqidasi turatimiz degan musulmonlar, biz yahudiylik tushunchasiga qattiq o'ch. Biz ular Allohni aldigandek, Allohni aldashni qat'iy tigimizdan xohlamaymiz biz. Biz Alloh xolis. Shuning uchun biz barliq har qanday yo'lda turayotgan, mayli bizning fuqarolarimiz bo'lsin, musulmon fuqarolarimiz bo'lsin, mayli bizning Uyg'ur diniy olimlarimiz bo'lsin, yoki siyosiyachilarimiz bo'lsin, yo ziyolilarimiz bo'lsin, hammamiz faqat birla maqsadimiz va Allohga sevimli bo'lish, payg'ambarimizga sevimli bo'lish, dinimizga sevimli bo'lish, musulmon ummatimizga sevimli bo'lish. Ularning hammasini musulmon ummatining hammasini bo'lib musulmonlar hozirgi zulmda qilayotgan Uyg'ur musulmonlarini va barliq zulmda qolgan musulmonlarni to'g'ri bo'lgan tushunchaga, to'g'ri bo'lgan aqidaga va yaxshi bo'lgan g'albalarga erishtirish maqsadimiz bor. Undaq bo'lgan ekan biz yahudilarni do'rsak bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh mush yahudilarning yomonligini Qur'onda isbotlab deyki: "Allazina yanquduna ahdalloh min ba'di mithaqihi va yaqta'una ma amara Alloh bihi ay yusala va yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun." Ular Allah qilgan ahdini buzdi. Ahda to'xtam qilib, mush Allohning dinini qilaman. Allah buyurgan buyruqlarni ijro qilaman. Payg'ambar alayhisolamga ishinaman. Payg'ambar alayhisolamninki kelgandan keyin payg'ambar bo'lib kelgandan keyin payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligini qabul qilaman deb bular hammasi Tavratda, Injilda payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligini qabul qilishga ahd qilgan. Shu ahdini ular buzdi. Ular Alloh taolo ulashqa buyurgan aloqani uzdi. Ya'ni Bag'aviy tafsiri Bag'aviyda tafsir qilib shunday deydi-ki, ular payg'ambar alayhisalom bilan va musulmonlar bilan yaxshi aloqa o'rnatishga va'da qilgan edi. Mush aloqani buzdi. Ya'ni ular payg'ambar alayhisalomning musulmon ummatiga ega bo'lib, jamiyatni dunyoda va oxiratda baxtga erishtirgan shu yaxshi hayotini ular inkor qildi. Payg'ambar alayhisalomning sirati, hayotiga va payg'ambar alayhisolamning qilgan ishlarga ular ular amal qilg'ili unmaydi degan bo'ldi. Ya'ni diniy bo'lgan aloqalarni, musulmonlar bilan bo'lgan aloqalarni, islomiy bo'lgan xizmat maydoni turayotgan musulmonlar bilan bo'lgan aloqalarni bular uzdi degan bo'ldi deydi. Uchinchisi, bular zaminda buzg'unchilik qildi. Ya'ni qanday buzg'unchilik qildi? Har qanday Alloh qarshi bo'lgan fikri, Alloh qarshi bo'lgan iddia, to'g'ri bo'lgan haqiqat, to'g'ri adolatga qarshi bo'lgan iddialarni maydonga keltirdi. Musulmonlarning dunyo va oxirat baxtsiz bo'lishiga sabab bo'lgan yomon shirk e'tiqodlar, gunoh ma'siyatlar, ozg'un fikrlarni va musulmonlar o'rtasida birinashni jamiyatda keng tarqatdi bular. Shuning uchun bularning erishadigan natijasi ulaika humul khasirun. Ular dunyodami, oxiratda jon tatidi. Ya'ni bu dunyoda ular hech qanday bir yaxshi natijaga erisha olmaydi. Ular erishgan barliq natijalar tajovuzchilik, zo'migarlik, baxtsizlik. Oxiratda mangu do'zaxga erishadi deydi.
Shuning uchun bir tuqqanlarimiz biz mana shu yuqorqi oyatlarda bizga ko'rsatilgan Alloh taolaning ne'matiga, shukrisiga, Alloh taolaning rahmatiga noshukrilik qilgan yahudlarni do'rmasdan, balki payg'ambarim Muhammad alayhisalom va sahobalari bilan billa o'zining hayotini Allah rızalıq üçün işletken barlıq yaxşı salihlarni biz ölü kılışımız gerek. Bu doğruluk Allah Teala dedi ki Muhammedun Resulullah vellezine ma'hu eşiddâ velel küffâr ruhamâ'u beynehum tarahum ruk'an succeden yabtagûne fadlan minallahi ve rıdvâna. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi. Muhammed aleyhisselam bilen billi boğan müminler kapırlar karşı kuşluk buludu bula. Kuşluk iddia, kuşluk iman, kuşluk taktika, kuşluk fikri, kuşluk boğan birlikni hasıl kılıdı bula. Ula öz arasında mihri şefkat kılıdı. Rahma degen rahimden alıngan bir qo'saqdiki balaga baliyatqo shuncha uni yepishib uni saqlagandek, ana o'zining balasiga kuyingandek shundaq mu'minlar o'zaro bir-biriga kuyinadi, rahbarlariga kuyinadi. Ularni Allah Taolaga ruku qilgan, sayda qilgan, ya'ni namoz o'qigan. Yana bir ma'nosi Allah Taolaning buyruqlariga bosh aytgan, bo'ysungan, Allah Taoladan doim yaxshi g'albalarni, yaxshi natijalarni, dunyo va oxirat Allohning rahmatini talab qilgan va Allohning eng muhimi rizoligini talab qilgan. Men ash Allohning rizoligini deb har qanday bir qurbonlikni berman deb Allah rizoligi uchun barliqni atyalaydigan mushundaq musulmonlar deb Allah Taala to'g'ri bo'lgan tushunchaga ega bo'lgan musulmonlarni mana shu oyatda maqtadi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolamning sahobalari payg'ambar alayhisolatu vasallam qiyinchilikda qolgan vaqtida sami'na va ata'na g'ufranaka robbana va ilaykal masir. Biz sening buyruqlaringni angladik ey payg'ambar va itoat qildik. Ey Allah, sening kamchiligingni, ey Allah, bizning kamchiligimizni kechirgin. Ey bizning Parvardigorimiz, sen taraf qaytib boramiz deb sahobalar payg'ambar alayhisolamning buyruqini qabul qildi va shundaqla har qanday bir kelgan vahiyni, har qanday bir qiyinchilikni amaliy harakat bilan ijro qilib mas'uliyatni joyida ado qildi. Bular yana shundaqla ojiz qilgan yerlarga Allohdan kechirim so'rab qildi. Bular noshukirlik qilmadi, mutahamlik, mutakabbirlik qilmadi. Menda xatolik yo'q. Men hamma ishni to'g'ri qilib bo'lgan deb qaramadi. Allah Qur'onda deyki, innan nafsa la ammaratun bis-su. Haqiqatan insonning ko'ngil xohishi insonni yomonlikka buyuradi. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz insonning nafsi men yaxshilikni voyaga yetkazib bo'ldim. Men to'g'ri bir tushunchaga kelib bo'ldim. Hamma mas'uliyatimni ado qilib bo'ldim deb odamni qanoatlantirdi. Biz mushundaq nafsimiz, havasimizga g'ol bo'lmasdan, balki Allah oldidagi payg'ambar alayhisalom oldidagi islom ummati oldidagi mas'uliyatimizni va Uyg'ur musulmonlar oldidagi mas'uliyatimizni joyida ado qilishimiz bo'libmi? Hozirgidek qarzulmat qiyinchilik ostida chiqimi yordam qo'limiz, yordam kuchimizni musulmonlarga sunishimiz bizning haqiqiy Allohga sayin bo'lganligimizdir. Mana shundaq to'g'ri bo'lgan samimilikni tarixda kim qilgan? Uni Musa alayhisolamning xolisman qo'shoni, xolisman islom qo'shoni qilgan. Zaman bo'yi mana shundaq xolisman islom ummati xolisman islomiy bo'lgan musulmonlar bilan dunyo gullanadi, hayotlik gullanadi, musulmonlarning ishi gullanadi. Musa alayhisolatu vasallam Allah Taolaning diniga yordam berdiganlar kim? Dedi. Qalal havariyuna nahnu ansarullah amanna billahi ve şhad bi anna muslimun dedi. Sura Al-İmran 52. ayet. Allah xolis bo'lgan musulmonlar Musa alayhisolamning qavmidagi xolis musulmonlar deyki, biz Allohning diniga yordam berdigan, Allohning yordamchilaribiz. Biz Allohga ishondik. Guvoh bo'lgin ey Musa, haqiqatan biz
Allah'a teslim bolğuçu, Allah'a Müslüman bolğuçu dedi. Mana biz hemmimiz mana şu Musa aleyhisselamның halis bolğan, salih Müslümanlar ümmetining bo'lishimizga tirishçilik qildi. Bulup mu en ahirki peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam ve Muhammed aleyhisselamның sahabıdak Muhammed aleyhissalatu vesselam ne? Hürmetleydiğen, dinimizni hürmetleydiğen, muşundak İslam dinine peygamber aleyhisselamga her xil töhmetler to'qilayotgan muşunda paytda dinimizni qattiq qo'llaydigan bir irodaga keldi. Peygamber aleyhisselamның sahabilari Hudaybiya sulhida peygamber aleyhissalatu vesselam ta'at aldı. Ta'at algan vaqtida sahabeler peygamber aleyhisselamның ta'at suylarini qo'llariga tekkizib, shunda hurmatini qildi. Suhayl degan sulh ilişkili, kelgan shu kafir şu peygamber aleyhisselamның hürmetlengenlikini görüp, sahabelarning peygamber aleyhisselamga bo'lgan ihtiromini görüp, men nurg'un Rom padişahlari, nurg'un padişahlarini ko'rgan, ularning ayashlari bundaq rahbarlarini, bundaq hürmetligini ko'rmagan deb qavmiga borgandan keyin sizlarning ishinglar endi tugabdi, ey mushrik, qavmim sening ishinglar tugabdi deb o'zining mushrik qavmiga Muhammed aleyhisselamның g'alba qildiganligini uqtirgan. As-Suhayl degan bir kafir, sürütülüşkili bo'lgan bir kafir peygamber aleyhisselam bilan sahabalarning amiti qarab, islomni g'alba qozonadi ekan degan bir xabarni tushungan. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz bizmi mush peygamber aleyhisselamның buyrug'ini, peygamber aleyhisselam bizni qoldirib ketgan diniy amonatni, peygamber aleyhisselamның izbasari bo'lib mang'atgan diniy rahbarlarni va islom dinini ve Müslümanlarını baxtga erishtirish uchun tirishayotgan barliq siyosiy ve her türlü cemiyetteki rahbarlarimizni to'g'ri qo'llab, yordam berib, kuchlantirib, har qanday bir kishi bizni qaraydi ekan, bular cho'qim g'albiga erishidi. Allohning yordami bularga keladi. Bular cho'qim mustahkam bir qurg'on bo'libdi. Ham amaliy bo'lgan tirishchanligi bularning to'g'ri bo'lgan bir tushunchaga akapto deb boshqalar har qanday bir inson bizdan to'g'ri bo'lgan o'l qilargudek bir xolis musulmonlar ummatiga, musulmonlar bir jamoatiga aylanishga tirishchilik qilaydi. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo bu dunyodami, oxiratdami baxtga erishtirsin. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. Ey mehribon ulug' Alloh, har birimizni ve barliq imam rahbarlarimizni ve barliq siyasi rahbarlarimizni Allah'a halis, Peygamber aleyhisselam'a halis, dinimizga halis, Müslüman ümmetimizga halis bo'lgan, yaxshi bo'lgan rahbarlarga aylantirib basla. Müslümanlarni halis, yaxshi bo'lgan Müslümanlarga aylantirib basla. Her birimizni dunyo va oxirat yaxshi bo'lgan natijaga erishishni nasib qilsa. Allohumma salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.